boraman, dadam uyg'onib qoladi dedi. Qayerga boraman? Cho'milgani boramiz. Ushturbayga. Ushturba bo'lmaydi, yugurib ichariga boraylik. Nima ko'ra basseynga boraylik. Chinda biz davrimizda basseyn bo'lmagan-ku, ketdik ushturbaga. Issiqkan to'xtash. Bolalar ish qilimni uyga borgunimgacha sachim quriydimi-ku? Tayyor, quriydi. Bo'pti, ketdik. Ketdimi labim ko'kargani? Yo'q, ozgina bor. Bormi? Senlar ham ko'proq borish uydagilaring bilib qolar cho'milganing. Bolalar meni futbolga ham qurmayapti, dadamdan so'ramaganman, so'kadi. Uyga borganingcha qurib qoladi. Ani qurib qolammi-ku? Quriydi. Qurmasa senlarga quritib olaman, ha? Ha, bo'pti. Bolalar, soatam 4 bo'lib ketibdi, hozir borsam dadam rasa so'kadi. Agar borganimdan keyin dadam so'kmasa, imkon savdo markazlarida zo'r yangilik bo'layapti. Endilikda imkonda konditsioner, muzlatgich va sovutgichlarni barcha modellarini zavod narxida xarid qilish imkoniyati bor. Shulardan bittasini dadamga olib sovg'a qilmoqchiman. Aksiyasi bo'lsa 31-maygacha davom etishini ham bilaman. Yetkazib berish va o'rnatib berish xizmati ham bepul. Maka, mayakka ke. Qayerdan kelyapsan? Ko'chani boshida futbol o'ynayotgandim. Aldama, cho'milgani borgansan. Voy, men cho'milmadim, dada, ko'chani boshida edim. Cho'milmadingmi? Yo'q. Mana cho'milibsan-ku. Maka, dada, cho'milmadim. Maka. Yirtiq pul beribdi. Mayli, bu ham pul, ichiga tiqib olaveraman. Qancha bo'ldi-ku pulim? Oxirida sanayman, barakasi o'chadi. Kimga tarqatmadim. Qornim ochib ketdi. Oshdan yeb qo'ysam kamayib bo'ladi. Go'shtni yeb qo'ysam hech kim bilmaydi. Unga Mansur. Salom alaykum. Osh olib chiqdim. Osh olib chiqdingmi? Go'sht qani buni? Go'sht yo'q. Nimaga? Ayam go'sht olib bermadi. Men oshim go'sht yo'q bo'lsa pul berasizlar? Mayli, beraman. Men bu xayrli sanga. Oshimiz pishgan yo'qdi. Olib kirib ketaver. Shartmas. Muhim pul oldim. Mashakka o'tirib shunday pullarimni sanab olaychi. Voy, kamu. Marib tog'alarimnikiga osh tashib o'taman. Keyin pulim ancha ko'payib qoladi. Hayitlik to'pladim. Endi ertaga oshnalar bilan hayitga chiqib maza qilib, gag-gu qilib oshnalar bilan aylanib kelaman. Aya, men oshlarim bilan hayitga aylangan chiqib ketyapman. Chiqmaysan? Nimaga? To'plagan pulingni ishlatib qo'ymagin. Men to'plagan pulimni hayitda oshlarim bilan ishlatib kelaman deganman. Hamma